shu payti ham, imенно shu kuni ham bo'ladimi? Barchaga salom bolalar. Men ismim Kompot va mana video roligimga xush kelibsizlar. Mani obunachilar o'g'irlab ketishdi. Ha, mani telefonimga teginishmadi, lekin mani zumradlarimni mana bu derazani sindirib, o'marib ketishibdi. Jennerson, imенно faqat shu kunni o'g'irlab ketishadimi? Qanday qilib men endi anonga boraman, shaharga boraman, men ana shaharga ketaman deb shaharga borishim kerak. Bilasizlar, bugun ishlar bo'yicha shaharga borishim kerak. Bormasam bo'lmaydi. Tim bo'lib chipta zakaz qilib qo'yganman. Sotib olganman to'g'rirog'i. Xo'sh. Voy, telefonimdan xabarlar kelyapti. Mayli, nima bo'lganda ham obunachilar. Hech bo'lmaganda meni kartamda, o'zimni bank kartamda pul bor, lekin baribir ham men bu uyimni hech qachon bu uyimni tashlab keta olmayman, sababi o'g'irlab ketishdi obunachilar. Ko'rdinglarmi? Qanday o'g'irlab ketishdi? Juda ham yomon. Nimaga o'g'irlab ketishadi meni imенно eng muhim kuni o'g'irlab ketishdi. Tushunarsan? Ana endi qanday qilib anon qilaman obunachilar, bilmadim, nima qilsam bo'ladi. Mayli, nima bo'lganda ham obunachilar xo'sh, nima ham derdim. Menga juda ham zo'r fikr keldi. Qanaqa fikr deydiganlar bo'lsa obunachilar, men nima edi anon qo'riqlash tizimini zakaz qilaman. Juda ham zo'r fikr bo'ladi. Ha, qanaqa qo'riqlash tizimi deydiganlar bo'lsa, bola, men sizlarga hozir tushuntiraman. Bu qo'riqlash tizimi, bu hozir ko'rsataman. Nima desam bo'ladi? Bu biz uyda chotka qilib qo'riqlab berishadi. O'g'ri kira olmaydi, bilasizlar. Mayli bo'lmasa ularni hozir zakaz qilamiz, ya'ni ularni hozir chaqiramiz, qani ular bilan gaplashib olamiz. Xo'sh, mana obunachilar, meni ko'rishinglar mumkin. Men olib keldim. Nima deyapsiz? Men o'zim obunachilarimga aytib gapirayotgandim. Xo'sh, mayli, nima bo'lganda ham mayli. Xo'sh, nima bo'lyapti bu yerda? Xo'p, biz sizni uyingizni himoya qilishimiz kerakmi? Janob, ismingiz kim edi? Meni ismim Kompot va ha, albatta men bu uyimni 3 kuncha, 3 kun himoya qilishingiz kerak. Rovna 3 kun. Tushunyapsizmi? 3 kun hech kim kirmasligi kerak. O'yinchi, mob, qishloqqa hech kim. Bo'ldi, hech kim kirmaydi. O'yinchi, mob, qishloqqa bo'ldi. Hech qaysi anov kirmaydi. Bo'ldi, tushundim. Bo'ldi, bo'lmasa agarda tushungan bo'lsangiz, bo'ldi, men hozir narsalarimni yig'ishtirib ketaman. Bo'ldi, siz ketavering, biz bo'ldi joylashtirib barcha narsalarni maksimal himoya qilishga harakat qilamiz. Sizni uyingiz bizning qo'limiz ostida. Xo'p, mayli, bo'lmasa agarda anov bo'lgan bo'lsa yaxshi. Bo'lmasa sizlar himoya qilaveringlar. Xo'p. Bo'ldi, mayli, bo'lmasa siz hozir narsalarni, odamlarni chaqiramiz, resurslarni olib kelamiz. Xo'p, mayli, bo'lmasa sizga omad. Короче, davay bo'pti, men bo'lmasa ketdim. Mana obunachilar ko'rishinglar mumkin. Bizga короче keldi mana qo'riqchilar. Nima ham derdim. Bo'lmasa men 3 kundan keyin ko'rishamiz. Mayli, men ketdim bo'lmasa. Xayr obunachilar, men shaharga ketdim. Xayr. Okey, xo'p, endi taksi chaqirishim kerak. Xo'sh, yaxshi dedin. Xo'sh, bo'ldi, bo'lmasa himoyani qilib oldik. Ana endi odamlarni chaqirishimiz kerak. Maksimal himoya qilishimiz kerak. Tushunyapsanmi? Xo'sh. Yaxshi, bo'lmasa mayli, himoya qilishni boshladik. Davay, tayyor tur. Hamma narsaga hech kim kelmasligi kerak. Tushundingmi? Xo'sh. Xo'p, obunachilar, mana ko'rishinglar mumkin. Men sizlarga 4-5 sekund o'tib ketgan bo'lishi mumkin, lekin men albatta 3 kundan keyin mana keldim o'zimni ajoyib qishlog'imga. To'g'rirog'i 3 kundan sal ertaroq keldim. Mayli, hech qisi yo'q, lekin nima bo'lganda ham obunachilar masalaga hozir ko'rsaman. Shahardan nima olib kelding deydiganlar bo'lsa, mana qizil ajoyib sumka sotib olib keldim. Juda ham mazza qilyapman. Xo'sh, yaxshi demoqchi edim. Wow!
Вообще-ku obunachilar buni qaranglar, вообще zo'r himoya qilib tashlashibdi, lekin 5 baho va men kutmagandim buni qaranglar, men bularni. Obyekt bir ko'ryapman. Men qanaqa obyekt? Men bu yerda men bu uyni egasiman va odamman. Xo'sh, yaxshi, juda ham zo'r. Buni qaranglar, oho, buni qaranglar, bironta odam yaqinlashsa yoki bironta nimadir qanaqadir shubhali narsa qilsa, kerak otib tashlashadi demoqchi edim. Wow. Oy, yaxshimisizlar, juda ham zo'r himoya qilyapsizlar ekan. Albatta, mana siz aytganingizdek hech qanaqa mob, o'yinchi va qishloq kirgani yo'q. Ha, juda ham zo'r himoya qilayotgan ekansizlar. Men sizlarga 5 ga aytdim, juda ham zo'r. Mayli, men kiraveraychi. Hoy, to'xtang. Men sumkangizda ana tekshirish anosiga qo'ying, mashinasiga. Nimaga? O'sha bizning qonunimiz shunaqa, tekshirish mashinasiga qo'yishingiz kerak. Xo'p, mayli, agarda sumkamni qo'yish kerak bo'lsa, okey. Xo'p, mayli bo'lmasa men o'tdim. To'xtang. Dedilar-ku, tushunmadim. Inventaringizga nima bor? Invertarimda telefonim bor. Telefon olib kirish mumkin emas. Tushunyapsizmi? Nima o'zimni uyimga qanday qilib telefon olib kira olmasligim mumkin? Sizlar juda ham haddan oshirib yuboryapsizlar. Siz aytganingizdek, biz qo'riqlayapmiz. Shuningdek, siz ham amal qiling. Nima, men uyda egasi bo'lib turib, men amal qilishim kerakmi? Albatta, barcha qonun hamma uchun barobar, tushunyapsizmi? Telefonni ber degandan keyin bering-da. Nimaga buncha vaziyatni chigallashtiryapsiz? Xo'p, mayli, nima bo'lganda ham men juda ham charchagandim-da, bo'lmasa sizlar bilan vaqt ko'rsatib qo'yardim. Sen nimaga menda tiryapsan? Tushunmadim men sizga. Sumkangiz bilan telefoningizni bu yerga tashlang, tekshirish mashinasiga va sumkangizni olasiz. Telefon lekin mumkin emas. Ha, mayli, mana bo'laman, jonimga tegdinglar-ku. Bo'ldi, hozir mana sumkangizni olishingiz mumkin. Davay. Hop, mayli. Bu jonivorlar vashi jonimga tegib ketdi. Oho, men qaranglar, kameralarni nimalar qilib tashlagansizlar? Mana o'zimni uyimga bir normalniy dam olib bo'lmaydi. Kameralarni qaranglar, obunachilar juda ham ko'pligini. Oho, mana bu yerga ko'tarishim. Hey, bu yerga o'tish mumkin emas, tushunyapsizmi? Sen nimaga meni tiryapsan? Men bir ko'rmoqchiman uyimning atrofini. Tushunmadim. Hozir men sizga qo'riqchilar bu yoqqa qaranglar. Bu yerda qanaqadir muammo bo'lyaptimi? Yo'q, hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Hammasi yaxshi. Bo'lmasa mayli, men uyimga kiryapman, sizlar ham jonimga tegdinglar boru. Bo'ldi, hammalaringizda orqaga qaytinglar, bo'ldi, men jonimga tegdinglar, men bir mazza qilib dam olmasam bo'lmaydi. Buni qaranglar, obunachilar, hamma yerga kamera bir normal yashab bo'lmas ekan. Bu yerda nima qilyapsiz? Sandig'iga yaqinlashmang. Sandig'iga o'zimni sandig'imga qanday yaqinlasha olmasligim mumkin? Masalaga bitta savolda mana. Bu bo'lganda ham sandig'iga yaqinlashmang. Xo'p, mayli, mana sandiqni yoniga sumkamni qo'ydim, bir dam olsam bo'lardi. Sizlar ketmaysizlarmi? Hech bu mana yana yerda eshik bor. Biz bu yerga o'tiramiz, sandiqni qo'riqlaymiz. Sandiqni ha, mayli, sandiqni qo'riqlasanglar, mayli, sandiqni qo'riqlaylar, lekin boru. Sizlar nimaga bu yerga o'tiribsizlar? Men qanday qilib uxlayman? Bu sizning muammoyingiz, bizga umuman qiziq emas. Biz qo'riqlashimiz kerak, tushunyapsizmi? Bizga buyruq berilgan. O'sha buyruqni men berganman, tushunmaysizlarmi gapga? Obunachilar buni qaranglar, shunchalik ham bir ezma odam bo'lishadimi bular? Siz kimni ezma deyapsiz, tushunmadim. Undan ko'ra uxlang. Uxlamayman, ana endi men o'zimni ishimni qilaman. Tashqaridagi polizdagi ishlarimni. Ha, mayli. Polizdagi ishlarni qilmoqchi bo'lsangiz qilavering. Bizga nima deysiz? Biz lekin bu yerda qo'riqlaymiz, tushunyapsizmi? Biz hech qayerga ketmaymiz. Sababi sandiqlar va mana bu notebooklar bor. Yo'q, bo'ldi. Meni jonimga tegib ketdinglar boru. Ehtiyot bo'lib harakat qiling. Mana bu notebookni sindirib qo'yishingiz mumkin, tushunyapsizmi? Ehtiyot bo'ling. Nima? Notebook. Men bu notebookni hozir yeb tashlashim mumkin, tushunyapsizmi? Nima notebook yeb tashlaysiz? Hozir biz sizni yeb tashlaymiz. Voy, sizlarni hali ko'rsatib qo'yman masalaga, mayli. Sandiqqa nimaga teginyapsiz? Men o'zim narsalarimni olyapman. Qanaqa narsalaringiz, sizlarning ishing bo'lmasin. Hoppa, yaxshi bo'ldi. Mana endi polizga mazza qilib dam olib ketamiz. Ya'ni dam olmaymiz, to'g'ri ishlaymiz, mayli, nima ham derdim. Hoy, to'xtang. Nima aytyaptilar-da? Inventaringizda nima bor? Uydan nima olib chiqyapsiz? Men o'zimni polizimga ketyapman narsalarim bilan. Hoy, to'xtang. Nima tushunmadim sizga. Uydan narsa olib chiqish mumkin emas, tushunyapsizmi? Ha, meni uyimdan men bu o'zimni ketmonim va urug'lar va sabzi va kartoshka olib chiqyapman. Bu o'zimni barcha narsalarim, tushunyapsizmi? Siz meni to'xtatishga umuman haqqingiz yo'q. Bu yerda muammo bo'lyaptimi? Muammo bo'lyapti. Men narsamni. Hoy, to'xta. Tez menga narsalarni tashla. Davay. Siz juda ham qattiq harakat qildingiz va uydan narsa o'g'irlab chiqishga harakat qildingiz. Bu jinoyat bilan teng bo'ladi. Va endi hozir biz politsiyaga telefon qilamiz. Qamallama, agarda qamallasang seni otamiz, tushunyapsanmi? Xo'sh, politsiya. Mana qo'noqchanib qoldi. Politsiya, ha. Voy, ana u jiringlayotgan narsa nima? Jiringlayapti. Hozir ko'raychi.
Ha, bizning vaqtimiz tugadi. 3 kun bo'ldi, rovno 3 kun bo'ldi bizning qo'riqlashimiz tugadi. Xohlaysizmi yana qo'riqlaymiz? Yo, umuman kerak emas. Bo'ldi, ketaveringlar. Bo'ladimi? Ha, mayli, bo'lmasa biz ketdik. Sog' salomat bo'ling. Kerak bo'lsa bizga yozasiz. Xo'pmi? Xayr. Voy, salanimi? Voy, va nihoyat ketdi boru obunachilar. Qutulganimga ming shukr boru, bulardan ming qutulganimga. Obunachilar, men kutmagandim boru bunchalik o'zimni uyimni bunchalik qo'riqlashatib umuman kutmagandim. Buni qaranglar, qanday yomon qo'riqlashdi, meni kiritishmadi. Ya'ni menga anovi pistoletlar turashdi, politsiyaga berib yuboraman dedi, lekin o'zimni uyimdan narsalar olib chiqdim. Вообще men hayron qoldim. Lekin obunachilar, men bu yerda qo'yib qo'yibdi, mayli, bir atrofini bir tozalab chiqishim kerak. Nima ham derdi, mana obunachilar ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib qo'riqlash xizmati ekan. Mayli, nima ham derdim. Вообще men hayron qoldirishdi, lekin qaytib chaqirmaganim bo'lishsin ularni. Mayli, nima ham derdim. Hop, bularning barchasini olamiz, lekin zo'r qo'riqchilar ekan. Xayr bolalar, bugun sizlar bilan men kompot bo'ldim. Ko'rishguncha xayr.